jari bir tashvishga, g'amga kirib qolsang, ey Xudo endi nima bo'ldi bag'i deb, naqa diqqat bo'lib u inson o'zini ham yeb, ichini yeb, ozib, to'zib, sochi oqarib, unaqa o'zini oldirib ham qo'ymaslik kerak ekan. Fa inna ma'al usri yusra. Albatta qiyinchilik bilan birga yengillik bor. Endi mufassirlar aytadi, qarang. Sani boshingga qiyinchilik keldimi, bilginki orqasidan Alloh taolo bir yengillik tayinlab qo'ygan. Va Alloh taolo bu oyatda aytayaptiki, e'tibor bering. Qiyinchilik bilan birga yengillik bor deyapti. Yana bir marta takrorlayman. Qiyinchilik bilan birga deyapti Alloh. Qiyinchilikdan keyin demayapti, to'g'rimi? Lafzga e'tibor bering-da. Jumlaga e'tibor bering. Bu degan nima degani? Ya'ni qiyinchilik bilan birga yengillik bor degani, seni boshingga qiyinchilik keldimi, uni orqasidan tezda yengillik keladi degan. Tezda yengillik keladi.